Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kompyuterdagi videokarta tashqi yoki ichkiligini aniqlashni o'rganamiz. Bu bilimimiz bizga kompyuter sotib olishda yoki mavjud kompyuterlarni analiz qilishda kerak bo'ladi. Kompyuterlarda videokartalar ikki xil joylashgan bo'ladi. Birinchisi ichki yoki tashqi joylashgan bo'ladi. Ichki va ona plataga joylashgan bo'ladi. Tashqida esa alohida kompyuter imkoniyatlarini oshirish maqsadida joylashtirilgan bo'ladi. Bularni qanday ajratib olish mumkin? Misol ko'rib o'tamiz. Tashqi videokartaga ega noutbuklarning xarakteristikasi quyidagicha yozilgan bo'ladi. Bu kompyuter xarid qilishda bular bilan tanishib chiqqandan so'ng mavjud kompyuterda, ya'ni o'zingizdagi mavjud kompyuterdagi videokartani tashqi yoki ichkiligini aniqlashni ham ko'rib chiqamiz. Bunda mana ko'rishingiz mumkin. AMD Radeon 520 2 GB bu tashqi videokarta. Nega? Firmamiz, kompyuter chiqargan firma bo'lishidan qat'iy nazar protsessorimiz Intelga tegishli. Lekin bu yerda videokartamiz AMD. Shu orqali ham tashqiligini aniqlab olishimiz mumkin. Qisqagina xulosa qilamiz. Agar AMD yoki Nvidia ko'rsatilgan bo'lsa, demak bu tashqi videokarta bo'ladi. Agar kompyuterimizda tashqi videokarta bo'lmaydigan bo'lsa, ichki videokarta nomi yoziladi. Bu quyidagicha ko'rishingiz mumkin. Ichki videokartaga notebook uchun namuna mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Protsessor ham Intel, uning videokartasi ham Intel HD Graphics 620. Bu nima degani? Bu ichki videokarta degani, ya'ni protsessor chiqargan firma ona plataga qo'shimcha tariqasida videokarta ham qo'shib chiqaryapti. Demak, tashqi videokarta yo'q. Tashqi videokarta bo'lgani ichkini o'rniga tashqini qo'yardi, ya'ni marketing maqsadida, ya'ni yana ham kuchliligini ko'rsatish uchun. Bu 620 son qiymati bo'lib, seriya bo'lib, u qancha kompyuter protsessori kuchaygan sari bu ham oshib borishi mumkin. Shu orqali bilib olishimiz mumkin. Endi kompyuterimizdagi videokarta tashqi yoki ichkiligini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun WinR tugmasini bosamiz. MS Info. Buni kompyuterning asosiy xarakteristikalarini bilish darsida ham ko'rib o'tdik. Buni bosganimizdan so'ng MS Info tizikini bosdik. Quyidagicha chiqadi. Biz bu yerdan komponenti displeyga kiramiz. Mana ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerda adapter, ya'ni videokartani aytyapti. ATI Mobility Radeon deyapti. Lekin meni protsessorim ko'rishingiz mumkin Intel. Demak, menda tashqi videokarta o'rnatilgan. Tashqi videokarta, uning hajmi esa 512 MB bo'ladi. Shu orqali siz ham kompyuteringizda videokarta ichki yoki tashqiligini ko'rib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz shu bilan tamom. Keyingi darslarda ko'rishguncha